Assalomu alaykum mehrli pazandalarim. Bugun sezoni kelgan salatlardan iceberg karamidan ajoyib mayonezli salat tayyorlaymiz. Barchangiz kanalimga xush kelibsiz. Ishimizni esa har doimgidek bismillah kalimasi bilan boshlaymiz. Oilamiz katta bo'lmaganligi sabab kichikroq iceberg karamidan foydalandim. Ushbu karamni korzinka magazinlardan, bozorlardan topsangiz ham bo'ladi. Faqat Pekin karami bilan almashtirib qo'ymang. Ushbu iceberg karami faqat salatlar uchun mo'ljallangan. Mana ko'rib turibsiz, mayingina bo'ladi. Qo'limiz bilan karamni mana shunday yaproqlarini bo'laklarga bo'lib olamiz va kolbasa solamiz, sir solamiz, bodring solamiz va qaynatilgan tuxum solamiz. Barcha ketgan mahsulotlarning miqdorini opisiya bo'limida qoldiraman. Tuzlangan bodring, albatta bochkalarda sotiladigan saloniydan foydalansangiz ham bo'ladi. O'zingiz bankaga tuzlagan bodringlar ham bo'ladi. Pomidori va ozginagina tuz sepamiz. Tuzni juda ham ko'p solib yubormaysiz, chunki bodring tuzlanganligi sabab salatingiz sho'r bo'lib qolishi mumkin. Garoh solamiz. Pomidorini esa ichidagi yumshoq joylarini olib tashlaymiz, qattiq joylarini to'g'rab yuboramiz va mana shunday Always mayonezlaridan foydalanamiz. Always klassический deb nomlangan ushbu mayonez juda ham zo'r bo'lib chiqadi. Albatta xuddi shu mayonezdan olib foydalanib ko'ring. Umuman suv chiqib, yumshab ketmaydi. Salatingiz bir xil tarzda turaveradi. 2-3 soat mobaynida aralashtirgan holatda bo'lsa ham. Salatni mehmondorchilik uchun tayyorlayotgan bo'lsangiz, aralashtirmasdan olib borasiz. Agar uyingizda mehmon kutayotgan bo'lsangiz, mehmonlar kelishidan 5-10 daqiqa avval aralashtirib qo'yasiz. Ushbu salatimizni yeganlar darmonda, yemaganlar armonda qoladi. Yaxshilab o'rganib olib, to'y va marosimlaringiz uchun ham o'zingiz tayyorlasangiz bo'ladi. Albatta, miqdorini ko'paytirib, xuddi shu retsept bo'yicha iceberg karamlardan foydalanganda qattiq o'zak qismini to'g'rab yubormaysiz, chunki salatni tahir qilib qo'yishi mumkin. Barchangizga yoqimli ishtaha tilab qolaman. Salatimiz tayyor bo'ldi. Endi buni alohida mana shunday tarelkalarga tortiq qilishingiz mumkin. Stolga qo'yishdan oldin xuddi shu uslubda bezatib olsangiz ham bo'ladi. Ustiga esa kartoshkali chipsilardan mana shunday maydalab sepib qo'yasiz. Bezak sifatida va mehmonlarga tortiq qilasiz. Bugungi retseptim sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like tugmasini bosib qo'yasiz va yangi kelgan mehmonlar albatta obuna tugmasini bosib qo'ying. Shunda O'zbek Qaynona TV kanali xizmatingizda bo'ladi. Bizlarga go'zal kommentariya qoldirayotganlar esa tushlarida Rasulullohni ko'rsinlar. Salatimizni mazasiga umuman gap so'z yo'q bo'ladi. Salatni suymaydiganlar ham, mayonezni xush ko'rmaydiganlar ham xuddi shu salatdan tatib ko'rishingizni tavsiya etib qolaman. Sizga yoqib qoladi. Ko'rishguncha Allohimga omonat bo'ling va ketkizgan vaqtingiz uchun rozi bo'ling. Hammangizga rahmat.